ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan hamyurtlar 2025-yil 4-aprel sanasida do'stlar, aka behi bog'ingizni ham tashlab o'tmayapsiz, ko'rsatib o'ting deb yozishdi kommentariylarga. Do'stlar, keldik mana, umuman vaqt bo'lmayapti, bo'shashda umuman iloj bo'lmayapti. Ish rosa ko'p. 3 yasharlik behi bog'i shag'alliq joyda, kam suvda ham bo'ladi. Yerimiz o'ta shag'al mana. Xum turpog'i kam. Mana shu joyda ham mana behi qilganmiz do'stlar. O'tgan uzib ham ko'rsatganmiz. Mana bu yil guli o'ta avjida, ko'rishlaringiz mumkin. 4 sxemada qilingan. Holatini baho beringlar. Qilayotganini ko'ringlar mana. Gulini ko'ringlar. Rosa gullayapti. Yaqinroq kelib ko'rsatavering mana. Holati. Bu mana yoshi xuliganini o'rniga ekkanmiz. Xudo xolasa bu ham 2-yilda o'ta mevasi o'ta ko'p mana. Behi ham tez mevaga kiradi. Behini gulida behi ish mumkinmi deganlarga mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Ombordagi behi mana. Holatini ko'rishlaringiz mumkin. Chinidaqami deganlarga do'stlar mana. Xudo xolasa holati zo'r. Mana hozir ham turibdi. Behini mevasi ham bor kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Behini mevasi ham dastlabki qilib beramiz. Kompoti ham bor do'stlar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Aka qanaqa yeb ham ko'rsatmadi deganlarga do'stlar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana do'stlar. O'ta zo'r. Xudo xolasa behi kerak bo'lsa ham aloqaga chiqarasizlar. Mehnatiga like bosib qo'yamiz. Bemalol aloqa qilaversa, buni meva qilib uzilayotganda ham Xudo xolasa tashlab o'tamiz inshaalloh. Shularga yetsin. Mana behi do'stlar, sariqligi holati. Iyiligi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.